O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram yurtboshimizni O'zbekiston xalqiga, Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasi hozirgi kundagi eng dolzarb, eng aktual masalalardan biri bo'lib turibdi. Ya'ni xalqimiz, yoshlarimiz, talabalarimiz, professor o'qituvchilar murojaatnomani o'qib, tahlil qilib, ulardan o'zlariga xulosalar chiqarishyapti. Murojaatnoma bu aslini olganda bir oldingi bosib o'tgan yo'lni, qilingan islohotlarni bir sarhisob hisoblanadi. Ya'ni bizlar nimalarga erishdik, qanday yuklarga erishdik? Bu iqtisodda, siyosatda, xalqaro maydonda, tashqi munosabatlarimizdagi bizlarni yutuqlarimiz to'g'risida kelgusi istiqbol uchun hujjat bo'lib ham xizmat qiladi. Murojaatnomada prezidentimiz asosan 6 ta ustuvor yo'nalishga to'xtalgan. O'sha ustuvor yo'nalishlardan birinchisi bu mahalla infratuzilmasini yaxshilashga qaratilgan. Ya'ni mahalla bu dunyoda analogi yo'q bo'lgan, O'zbekistondagi o'zini o'zi boshqarish shakli bo'lgan mahalla bu fuqarolarni o'sha birlashtiradigan, ularni dardini eshitadigan, ularni oldida turgan muammolarga ko'maklashadigan tashkilotdir. Prezidentimiz aytadiki, biz mana hozir 38 million bo'ldik va bizda yiliga 2% oshyapti va bizni xalqimiz bo'ladigan mana shu o'zgarishlar, islohotlarni kutib yashaydigan emas, balki ularni o'zimiz amalga oshiradigan, o'zimiz shularni bajaradigan kuchga, imkoniyatga egaligimiz to'g'risida gapiradi. Prezidentimiz yoshlar masalasiga ham to'xtalib, O'zbekiston aholisining 60%ga yaqin yoshlar tashkil qiladi va bu yoshlarimiz hozirgi mana shu tahlikali dunyoda, hozir haqiqatan ham shunday bir beqaror zamon bo'lib turganda, ya'ni dunyoning turli qit'alarida, turli regionlarda, turli mintaqalarda turli xil tortishuvlar, urushlar bo'layotgan bir paytda bizlarning yoshlarimizga ham turli xil tahdidlar bo'lishi mumkin. Ya'ni yoshlarimiz oldida sinovlar turibdi. Ya'ni bu terroristik g'oyalarmi, diniy ekstremizmmi yoki boshqa bir bizga yot bo'lgan g'oyalar bo'lishi mumkinki, bizlar shuning uchun ham yoshlarimizni tarbiyalashga, ularni chiniqtirishga, fidoyi, vatanparvar qilib yetishtirishga bizlar mas'ulmiz. Va shu ma'noda bu yerda mahallani roli juda katta. Chunki mahalla shu hududda yashaydigan butun aholini biladigan, ulardagi muammolarni, ulardagi masalalarni, ularning tashvishlarini biladigan tashkilot mahalladir. O'zbekistonda hozir 9000 ga yaqin mahalla bor va prezidentimiz mana shu mahalla infratuzilmasini yaxshilash, uni takomillashtirishga qaratilgan vazifalarni qo'ydi. Qayerda birlik bo'lsa, qayerda hamjihatlik bo'lsa, qayerda birdamlik bo'lsa, u yerda muvaffaqiyat, u yerda omad, u yerda natijalarga erishish mumkin. Va buni bizlar masalan tashqi siyosatda ham ko'rishimiz mumkin. Shu paytgacha Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlar uncha yaxshi emas edi. Buni ochiq aytish kerak. Bizlarning o'rtamizdagi to'siqlar bor edi, chegara masalasi, savdo-sotiq masalasidagi to'siqlar bor ediki, bularni muhtaram prezidentimiz qadamma-qadam bular hal qilishga kirishdilar va hozir Markaziy Osiyo yakdil bir organizmga aylandi. Va Markaziy Osiyo respublikalari bilan birga boshqa regionlar ham mana oxirgi o'sha davlatlar rahbarlarining maslahat kengashida shu Markaziy Osiyoga Ozarbayjon davlatining qo'shish masalasi ham ijobiy hal qilindi. Ya'ni bizlar endi Kavkaz bilan ham o'sha Markaziy Osiyo o'rtasidagi bog'liqlikni va shu bilan birga O'zbekistonni o'sha Yevropa tashkiloti bilan, Yevropa ittifoqi bilan, boshqa xalqaro tashkilotlar bilan bo'lgan munosabatlarni ham aytib o'tishim mumkin. 2025-yilning o'zida muhtaram prezidentimiz 26 ta davlatga rasmiy tashrif bo'ldi. Bu o'zi bo'lmaydi. Bu qancha tayyorgarlik, bu qancha mas'uliyat, bu qancha o'sha bo'ladigan yuqori darajadagi uchrashuvlarda O'zbekiston manfaatini himoya qilish, O'zbekiston manfaatini ilgari surish va shu bilan birga o'sha tashrif bo'lgan davlatni ham siyosatini yaxshi bilish va buni o'zimizni taraqqiyot yo'lida foydalanish uchun prezidentimiz jasorat ko'rsatyaptilar. Shuni aytish kerakki, mana shu birlashish, Markaziy Osiyo davlatlari bilan birlashish, boshqa xalqaro tashkilotlar bilan birlashish O'zbekiston taraqqiyoti uchun keng imkoniyatlar beradi. Xitoy bilan munosabatlarni esa mana Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l loyihasi ishga tushirilyapti va boshqalarni aytishim mumkinki. Shu ma'noda aytganda, bu murojaatnoma ham siyosiy, ham ijtimoiy, ham tarbiyaviy, ham ilmiy ahamiyatga bo'lgan muhim bir hujjatdir.